Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi o'tgan safar operatsiya qilgan bemorimiz implantatsiya bitta komponentli jinsiy olotga implant qo'yilgan. Bemorda qandli diabet. Hozir bemordan o'zidan so'raymiz, qanday operatsiyadan keyin qanday ahvol, hozir qanday o'zi davolanimi, nima bo'lyapti. Rahmat mana kelganingiz uchun. Operatsiyadan oldin mana kimlarga murojaat qilgansiz, qancha lichinga olmoqchi bo'lgansiz, yo boshqa joyga borganingizda даже narxlarni ham aytsangiz bo'ladi. Biz qancha arzonga qilganimiz haqida gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Men bu kelganimdan xursandman. Siz jiyla qildingiz mani. Bundan oldin ham Rasako'l doktorligiga murojaat qilganman, Moskvada ishqilib ko'pligi hech ham menga qilish olmagan. Oxiri men kelgandan keyin sizga buni operatsiya qilib, so'ng yaxshi bo'ladi deb aytdingiz. Mana shu operatsiya qildingiz, men yaxshiman. Shunga hozir hammasi yaxshi, jinsiy aloqa qoldi. Yaxshi. Rahmat. Jinsiy aloqa vaqtida mana sizda sezgirli peshob qilishlar o'sha oldin qanday bo'lsa shundaymi? Mana oldin misol uchun men sahna deb aytmadim men qarang. Oldin bu operatsiya qilmasimdan oldin hojatga 4 marta 5 marta chiqardim. Hozir 1 marta yo'q chiqmagan kechasida. Shu menga yaxshilanib o'sha aytmoqchiman-da. Misol uchun men xohishim yaxshi bo'lyapti misol uchun. Endi to'g'ri har doim qilgan har bir narsa endi haftasiga 3 marta bemalol yaxshi. Jinsiy aloqa qilyapsiz, oilangiz ham davolni. Ungacha necha yil jinsiy aloqa bo'lmagan? Ungacha necha? 15 yil. 15 yil jinsiy aloqa bo'lmagan umuman-da. Ana qilmagan-da, yaxshi bo'lmagan. Qanaqa doktorlarga murojaat qilmagan, hammasi tabletka beradi, u qiladi. U keyin Moskvaga ham oxir bo'lmadi-ki, kelgandan keyin majburiyat anaqasini eshitgandan keyin Instagramda mana shu operatsiya qilyapti bo'lib degandan keyin men ixlos qilib keldi. Haqiqatan yuragimdan keldi, bu narsasi bo'ldi. Rahmat. Alloh sizga shifo bersin. Vaqt yana uzoq umr ko'ring, nevaralaringizni ko'ring. Yana 25 yil, 30 yil qancha yil bo'lsa Alloh o'zi hammasini sizga xayrli qilsin.